Qizlar guruhi a'zosi va muallifi yaratuvchisi Shahlo O'ktamova o'z guruhini tark etganini ma'lum qildi. Assalomu alaykum, siz bilan Yangiliklar.uz kanali. Bizga obuna bo'ling, like bosing va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishni ham unutmang. Setora guruhi o'rnida yangi guruh bo'ladi deya taxmin qilinayotgan, ayniqsa baland qo'shig'i bilan tezda mashhurlik cho'qqisini zabt etgan qizlar guruhi parchalandi. Ya'ni uning qadrli a'zosi Shahlo bu guruhni tark etdi. Bunga asl sababni esa ochiqlamasligini bildirdi va menga qolsa hech qachon bu guruhni tark etmasdim, chunki uni o'zim tuzganman. Qizlarni ham men bir joyga jamlaganman. Ular meni dugonalarim edi va bu taklifni qo'shiqlar cover qilaylik, qo'shiqlar yozaylik deya men berganman. Aslida qanday qiyinchiliklar ko'rganimni, qanchalar nohaq va adolatsiz gaplarni eshitganimni, qalbimda qanday og'riqlar borligini hammaga ochiqlamoqchi edim. Ammo orqamda qanday pichoqlar urilgani sir bo'lib qolishini xohlayapman. Aytganda bu guruhdan chiqarilganini o'zim ham kecha bildim. Prodyuserimiz shunday video ishlab meni tark etdi deya xabar berdi, ammo men haqiqatlar shundoqligicha qolishini istayman. Bunday gaplar mening komplektimga to'g'ri kelmaydi. Boshqa katta maqsadlarim ko'p, hayotim esa davom etadi, deydi Shahlo O'ktamova o'zining sahifasida. Hozircha shu, biz esa guruhning keyingi qadamlarini kuzatishda davom etamiz. Bizdan uzoqlashmang, obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Yangiliklar.uz doim siz bilan.